Keyingi masala. Og'irligi 4 bo'lgan jism ko'char blok yordamida ko'tarilmoqda. Har bir blok og'irligi P ga teng bo'lsa, qurilmaning foydalanish koeffitsiyentini aniqlang. Blokdagi ishqalanish kuchlarini hisobga olmang, deyapti. Hop, kuchlarni yo'nalishini qo'yib olsak, blokda ham og'irligi bor bu yerda. Blokda o'zini og'irligi P ga teng bo'lsa, pastga qarab jism 4P bilan blokda og'irligi P, umumiy 5ta P pastga yo'nalgan. Ikkita tarayli kuchi bor. Shu umumiy 5P og'irlikdagi jism bilan blokda og'irligini ikkita ip ko'tarib o'tiribdi desak, bu blokda devor ko'tarib o'tiribdi, hisobga olinmaydi. Pastga qarab F yo'nalgan, F kuch. P umumiyda blok bilan jism og'irligi 5ta P'ni 2ta tarayli kuch ko'tarib o'tiribdi. T'ni topsak bu yerdan 2,5 ta P bo'ladi. Mana bu yerda tarayli kuchi 2,5 bo'lsa, tomoni F ham 2,5 ga teng. Foydalanish koeffitsiyentini so'ragan. Bitta teng bo'ladi. Foydalanishni umumiy ishga nisbati foizladi. Endi kuchdan 2 marta yutuq beryapti bu. Yo'ldan 2 marta yutqizadi, ya'ni yuqoriga qarab qanaqadir h masofaga ko'tarilsa, jismni h bo'lsin. Bu ipni pastga qarab 2h bilan tortadi. Bizaga foydali ishimiz mana bu jismni yuqoriga h balandlikka ko'tarib bergani. Umumiy ishimiz 2h balandlikka F kuch bilan tortganimiz bo'ladi. O'rniga qo'yib yozsak, teng foydali 4P yukni o'zim qo'yaman. Ko'paytirilgan qanaqadir h balandlikka umumiy ish F kuch bilan 2h balandlikka ko'tardi desak. Men bu F o'rniga endi 2,5 qo'yaman. 2,5 qo'yib yuborsam, hashlar qisqaradi, pala qisqaradi. 2 qisqarsa 2 qoldi. Butunni sursam tepaga chiqib ketadi. 20 taqsim 25. 5 ga qisqartirsam 4 taqsim 5. 4 5 ga bo'lsa 0,8. 100 ga ko'paytirsak 80%. D javobi.